Bugün sizlar bilan Fiktor bor. Bugungi videomizda biz sizlar bilan Onku Survival'da ikkinchi qismini olamiz va nihoyat bu oxirgi qism bo'lishi mumkin. Ular sizlarga xordiq tilayman. Men esa videoni boshlayman. Sizlar esa video boshlanishidan oldin like bosib obuna bo'lasizlar. Biz esa videoni boshlaymiz. Ular o'tgan safar biz juda ko'p oltin topganmiz. Menga unaqa qilib qo'ying. Yopiq. Siberda narvonni chopganmiz. Chopilmabdi. Chopish kerak. Mana tursin. Va bitta qishloq topganmiz. Bu shu qishloqni chetili. Mana bu daraxt yaxshi chiqibdi. Bo'pti 2 metrdan naq metramiz. Ovqat kerak. Mana bu g'orda edi menimcha do'stlar. Mana shu g'orda. Mana shu g'orda u yana yotoqxona qilish mumkin. Ular bitta g'orda biz juda ham ko'p temir topganmiz. Shu temirlarni qo'g'irganimda, pishirganimda bir staga yetadigan bitta chiqqan. Ular keyin o'zim yana uy quramiz bunda do'stlar. O'zimizga uy quramiz. Mana katta qilib. Nechta toshim bor meni? Toshim yo'qmi? Hozir toshim yo'q bo'lsa men. Tosh ekanman. Ush, qolga. Tosh qazi shuncha 5 ta chiqdi. Qanday insof bilan chiqsin? Loylar bizga kerak emas, boshqa narsalar kerak emas. Faqatgina tosh. Faqatgina tosh. Qazib bo'ldimi shu? Ketishib bordi do'stlar. Tepaga chiqib olsak, kravat tomon yuguramiz va ertaga esa what the fuck is that? Mayli. Qo'rqitmanglar meni. Chiqamiz. Endi mana shu videoni qo'yamiz bugunga. Uxladik. Montajimizda esa men hali kunlarni belgilab qo'yaman do'stlar. Montajda belgilab qo'yaman do'stlar. Bu 2-kun. Va nihoyat birinchi zombisan sen shunga. Bechora yosh o'lib ketdi. Zombi endi chiqishni boshladi do'stlar. 10 kunni birinchi, ya'ni oxirgi kunlardan birida chiqishni boshladi. Toshim yo'qmi вообще? Nima bor ekan? To'qqizta. Bu ham kerak. Bu ham. Olmayman. Mayli, olmani ham olamiz. Xullas, keyin narvonlardan ham ozgina olamiz, chunki ikkinchi qavat qilishimiz ham mumkin bo'lsa. Xullas, bu uy meni vaqtinchalik uyim edi. Xona deylik. Mashina katta yo'qib boramiz. Bitta mashina 2, 3, 4 qilaylik. Bo'pti, bir qavatdan qilib 5, 6. Qani suv bormi menda? Suv raslarmi? Chunchi odamga emas bu, yotib turib. Xullas, endi nima qilamiz? Teng bo'ldi. O'z taxtam kelgan bo'ldi, ishonchni qo'ydilar. Bo'ldi. Endi pastini tosh qilamiz. 1, 2, 3, 4, 5 ta. Hamma taktikasi ham o'zi kerak. Ko'p taktika boshqa. Qiyshiqlik yurasizlarmi? Unda qiyshiqlik ko'p bandasiga emas yurasizlar. Daraxt chopib olamiz. Chunki bu temadan chiqdi. Endi bu tema emas. Tema nima degan edi? Xullas, tema mavzu. Yasab oldik. Ular bizga chiroyli, ya'ni dekoratsiya bo'ladi xolos. Turib olamiz.
Yo'qolib ketmasdan tezroq olish kerak do'stlar bu. Tevadan chiqing degan yo'qolib ketdim degan emas. Qancha bo'ldi? 39 ta. Endi uyda qurilish qarata bu. Uyda qurilishini qilib o'ramiz endi. Mana. Ta'mir bor ekan yana. Yetmayapti qo'lim. Mayli. Ajit. 1 2 3 4 2 3 yana video yopgan 3 ta yana oxirgacha bitirgani. Yana ozgina ko'proq daraxt kerak bo'ladi. Ozginami ko'p. Buni qarata quraman. Daraxt chopish kerak do'stlar. Ikkita qo'shni bir-biriga gaplashib o'tiribdi-yu. Bu katta daraxtga mana shuni chopib olamiz. Katta degan shumi? Yaxshiroq daraxt, katta daraxt chiqmaydi-mi? Hech katta. Do'stlar video olayotgan. Men tekshirib olaman. Shu yoqqa qolib ketdi. Shu kattami daraxt? Katta emas, u kichkinami mayda. Biz non kerak bizga. Bu ham mol ham oshiqcha emas. Juda boqib ko'ramiz. Ana bu yerga qo'ydim. Bu yerda chopamiz. Uni yana qo'yamiz. Eshikda joyini yana boshqa qo'yaman. Raslami aylanib ketdi o'zimda. O'ziga vafshida ko'p ayna kerak bo'ladi. Eshik nasita bo'ladi. Ikkita bu yoqda chiqmas ekan, bitta bo'ladi. Biz tema tayyor. Mavzu zvuk. Angraf o'tibdi. Ozgina daraxt kerak ekan do'stlar. Skelet ko'rdimmi? Ko'rmay. Angraf juda qotyapti. Angraf ashida qotyapti. Sizlarga ham bilinadi, menimcha. Qotyapgani. Buni ham daraxt kerak. Resurslardan biri 70% daraxt bo'lsa ham Minecraft. Bu borda 50% deylik. Yugurib chiqargan joy qilganmi? Bu yoq yopishtirdi. Endi tepani yopishtiramiz do'stlar. 55 ta. Easy etadi do'stlar, bemalol etadi. Qiyshiqlik ko'rasizlarmi? Bu oddiy qiyshiqlik emas, ular qiyshiqlik bandasiga emas. Bu yer ham to'ldirishim kerak hali. Hali ish ko'p. Qiyshiqlik ko'rasizlarmi? Qiyshiq qilamaydi, qiyshiqlaydi. Mana bo'lsa yana bizga va shu yerda ko'p taqi kerak. Shu yerlarni qilaman, dekoratsiya. Do'stlar, mana. What?
Do'stlar, ham ko'pini tasa kerak. Juda ham ko'p. Sovuq qalaysizlar uni tasani. Vojib bildaq. Yo, daraxt kerak emas bizga hozircha. Bunga kirib o'tirmaymiz va biz faqat taxt olamiz. Taxta pastiyani ko'p kerak bo'ladi. Вообще ko'p kerak bo'ladi. Hozir ozodan olib turibmiz. Hali ko'rasizlar kelajakda shu qanday olamiz, qanday ketkizamiz taxtani. Ayaymizmi, ayamaymizmi? Mana. Mana. Endi olib tashlaymiz bo'ldi. O'ldi bu yer. Voy, tuxum. So'qir. Buni sindirib tashlaymiz. Mana bu yerdan ko'ramiz, bu yerda bitta. Bo'lmaydi. Mana. Bu yerda bo'ldi, bu yerdan bo'ldi. Ashit qoldi xolos, menimcha. Bo'ldi. Endi bizga aynan kerak hali bu yer bitmagani uchun, lekin biz mana bu yerda yashab turamiz o'zimiz uyda. Do'stlar, montajda men qo'yib yuboraman. Nechinchi kunga yetib kelganimiz, uxlab olamizmi? Ayt. Kech tushyapti, qaranglar, kech bo'ldi mana. Uxlamayapti. Uxla. Oho. Uxladim bugun. Yani bu videodagi 3-chi kun. Qotyapti Minecraft. Endi qum kerak do'stlar. Qotgandan ko'rasizlarmi qo'y. Boqmam ya. Go'shtni yo'q tashlaymiz. Onu sordum burada. Ketma. Yaxshi tushmadi do'stlar. Bu ana yerda cho'lda spam olgandim. Yo'q, lekin anaqada cho'l bor, Mirza cho'l. Oho, jiytlar qarang. Ovqat olamiz do'stlar. So'ng kichkinasi ekan. Oho, teshik, hali teshik ekan. Teshik emas, g'ol. Xullas, qani bersam. Oldik va boshlaymiz. Qumlarni so'raymiz do'stlar. Mana. Hali ko'p kerak bo'ladi do'stlar bu qumlar bizga. Ana bular eritish ham kerak. Oho. Shunday qolib qoladi. Shuncha qurgan uylar ham. Do'stlar, endi videoni ozgina stop turamiz. Biz uyga yetib keldik. Endi menga versdan aşağıda qolib ketibdi. Rostdan qolib ketibdi. Endi menga kerak bo'ladi verstak. Men ashincha daraxt olganman do'stlar. Yo'q, kerak emasmi? Bizga hali mashina kerak. 1 2 3 4. Mana. Klas. Mana. Keyinroq qo'yaman, hali yondiradi deymizlar. Yo'q, kerak emas, hozirroq qo'yib qo'yaman. Mana bu kerak emas, aniq. Uyda ko'mirlarim bor edi menimcha. O'zimda yo'q ekan. Ko'mirlar bor edi mening uyimda. Kirishim qiyin bo'lib ketdi. Tutda. Bu yerda yana ozgina. Bu yerda yana bitta qolib ketgan, bu yerda yo'q. Xo'sh, keyinroq divanlardan olaman.
Mana. Mana. Do'stlar. Mana yo'qqa ayna kerak do'stlar. Mana 6 taga 16 ta. Yaxshi. Mana. Qani qo'yilmayapti do'stlar. Do'stlar, o'zinglar baho berasizlar. Ichini tanishtiraman, hali ichini o'rnaganim yo'q. Yerlab polos qilaman. Iplos qilaman. Qani lapatam. Sizlar yo'qlar, shuncha ish qilib boribman. Taylar uncha kerak emas. Asosan mashetlar. Hali polizdan qilib yuboramiz, xudo xolasa. Nari qismlarda. Davay ketdi. Plus 13. Do'stlar, men yaxshi taxta olganman. Do'stlar, mana ko'rasizlarmi? Bunday qiyshiqlik. Uncha munjaziga aytsam ko'rinadi bular. Bunday qiyshiqlik ancha munjaziga emas. Ta'zir. Bas nima kerak menga? Shishani oldim. Böyle yo'q. Biz ovqatlar pishirib olamiz deb qolganiga. Do'stlar, endi uyimiz tayyor. Endi o'zimizning uyga kirib narsalar olib chiqamiz va shu bilan uni qolgan qismlar tugaydi. Xo'sh, mana. Qani, tapurim meni. Olaman ozgina narsalar. Nima kerak emas bizga? Mana shular kerak emas. Bu ham kerak emas. Bular вообще kerak emas. Kerak bu. Bittani ko'tingga tiqaman. Bularni ham olaman o'zi. Semen joy to'lib qo'ygan. Joy baqlajon keladi endi, baqlajon. Shu asab qiladi, shular joy yig'ishtirgan. O'zi endi bunga boshlagim. Bitta uxlab olsak do'stlar. Uxlab olsak, ikkinchi kunni sizlarga ko'rsataman do'stlar. Biz bu 4-kun menimcha, bu videodagi 4-kun. Hamma narsani chopib ketamiz. Qonimam to'g'ri ko'ryapsizlarmi do'stlar? Qanday baxtiyor odamman. Biz nari o'zimiz haqiqiy uyimizga kirib narsa tashlab chiqaman. Shu yo'q. Mana eshik. Jur. Ikkita mayli. Sandiqlar. Bu kerak emas, donlar ham. Yurlashib ketibdi-yu. Emas bu. Fakir kerak do'stlar. Mana bu kerak emas, bu. Mana bu lavlagi menga va shunga kerak emas, lola. Bu. Mana bu. Ili nima kerak menga? Kerak emas. Shular kerak emas va mana bu kerak emas. Xo'sh do'stlar, jonim yig'ishtirib bo'ldim. Endi mana bu dekoratsiyalarimizni yopishtirib chiqamiz. Bo'ldi. Mana. Cho'tki chiqadi. Mana do'stlar. Yana ozgina qoldi, ish qilib uyga yetsa bo'ldi. Qolgani men tashvishim emas. Olish kerak bo'ladi.
Foto men lapatga tashlab ketman. Ozginani qo'lla qilsak itam bo'lmaydi. Sizlar 5 ta oshib qoldi. 5 dan nima qilamiz biz? O'qito'ran shu. O'sha yo'qotvordik, endi uyga baho beraverasizlar, tomba hisobga olmaysizlar. Biz o'zi 10 kunimiz, 10 kun survalimiz ham tugab qoldi. Shuning uchun like bilan obunani bosib qo'yarasiz ekan. Xullas 10 kun surval tugadi do'stlar. Nima qil, o'nga tushyapsanmisan? O'nga tushyapsanmisan? Palaq, shaloq baloq. Boshimga chiqib qoladi. Hozirgi o'rgimchaklar ham qilqaladi. Innovativ boshimga chiqib qoladi. Ras do'stlar, narsalar tezroq olishim kerak. Ketdik, qoch. Meni ol. Qoch. Endi bular menga vobshim kerak emas do'stlar, chunki menga yangi yo'l qurib oldim. Mayli edi. Sal. O'rganishamiz, bu yerda ham yo'q. Bu yerda ham yo'q do'stlar. Bu yerda fakil bor ekan do'stlar. Shuning uchun olib olamiz. Chunki biz uyga fakil kerak. Lo'lada esa qo'yib tashlaymiz. Uyga endi baho beraverasizlar do'stlar, sekin like bosib, yoqsa yoqdi, yoqmasa yoqmadi deb qo'yasizlar. Mana mening uyim shilamgina. Qani men versiyadagi bu yoqda bitta, bu yoqda. Yo'q, versiya qo'ymabman. Bu yoqda bitta, bu yoqda bitta bo'ladi. Endi sandig'imga hamma narsani solib qo'yaman do'stlar. Video yoqqan bo'lsa like bosib obuna bo'lib qo'yasizlar. Bizning 10 kun surganimiz videosi tugadi do'stlar. Bu video sizlarga qanday qilib survival qilish, qanday qilib uy qurish sirlarini o'rgata olmaydi. Bilasizlar? Sizlar like bosib obuna bo'linglar. Men esa bundan yaxshi kontentlarni, videolarni chiqarishni boshlayman do'stlar. Biz esa 400 taga ozgina qoldik. Masalan, 9 dona qoldi, 9 dona. Masalan, 9 dona qoldi, 9. Ya 11 ekan. 11 dona qoldi xolos do'stlar. Faqat obuna bo'lib, like bosib ko'rsanglar bo'ldi, qolgan narsa tekin-ku. Xullas, bizning 10 kun survival videomiz tugadi. Hammaga xayr.